bilimiz bor davlat kreditlarida. Deylik, bizlarni kursimizda o'qidi. Tadbirkorlik qilish imkoniyati yo'q. Lekin bu ko'ryapti, yaxshi lotlarni ko'ryapti, sezyapti bozorni. Yaxshi lotlarni chiqqandan keyin unga qandaydir investor kerak bo'ladi. Qo'shimcha daromad qilish uchun. U faqat brokerlikdan emas, qo'shimcha bir tadbirkorlikdan ham daromad qilishni xohlayapti. Kursda o'qigan, kalkulyatsiyasini oladi, hisob kitobini oladi, investorga ko'rsatadi, investor ko'rsatadi, tadbirkor bo'lsa tadbirkorga ko'rsatib, birlashib, o'zaro shartnoma qilgan holda, mana shu tenderga qatnashgan holda, agar yutib bersa, aytilgan shartnomaga muvofiq tadbirkor o'z foydasini oladi va broker o'z foydasini oladi. Menga juda ham ma'qul bo'ladigan yo'llardan biri bu gibrid formatda ishlash. Nimaga degani, gibridda siz ko'proq pul daromad topasiz. Yana afzallik tarafi nimadan iborat? Gibrid formatda ishlasangiz, siz shu tadbirkor bilan hamohang holatda ishlasangiz, sizga o'shanga maksimal darajada ishlash ishtiyoqingiz oshadi. Nimaga deganda, siz yaxshi lot olib, yaxshi marja bilan ishlasangiz, olsangiz agar, bu yerda sizning ham foydangiz kattaroq bo'ladi. Agar siz faqat tadbirkorlarga broker sifatida ishlasangiz, u ma'lum bir brokerlik uchun komissiya beradi xolos. Agar siz tadbirkorga yaxshi lotlarni bergan holda, yaxshi narsa kalkulyatsiyasini chiqarib uni tutib olsangiz, bu holatda sizga daromad ko'proq hisoblanadi. Ko'p tadbirkorlarni lot qidirish bo'yicha, davlat kreditlarida ishlash bo'yicha ko'nikmasi bo'lgani bilan ular vaqti yo'q bu bo'yicha. Bu paytda davlat kreditlarida ishlaydigan brokerlar yoki traderlar ko'makka kelishadi.